Metal mashinamizni qisqacha ko'rsatib beramiz. Narxlari 1ga 18lari 350. Mana shu ko'rib turganlar hammasi 4 ikkita eshigi, kapot bagajlar ochiladi. Katta o'lchamligi 1ga 18 350 ming so'mdan. 06 mashinamiz narxi 290 ming, 4 eshik, kapot bagaj ochiladi. Xo'p, bu tarafda mashinamiz o'rtacha narxlari 185, 165 atrofida 190, har xil katta kichkinalarga qarab, bular 175 dan chiqqan. Yo'ton 118lari ham bor, shishtalari 485 ming. Ranglari bor. Mercedeslar 350. Narxlari 460. Yo'ton boshqacha opsiyalar ham bor. Narxlari 210 ming so'mdan. Yo'ton deylar 165 ming. M5 XM ekan. XM 165 ranglari bor bunga. Oq, yashil, boshqa qora rangi bor. Pasport demoqchilar 85 dan 100 ming atrof. Ko'pi 85 mingdan misol buni. Zikr mashina 85, mana BMW 85, hamma 85 ming so'mdan. 190 ming. Mercedes 1 sariq kuzov 165 ming so'm. 4 kishi kapot bagajlar ochiladi. Qisqasi ular ko'p. Yelik 385 ming so'mdan. Yo'q tomonda 365 mingligi bor. Jeeplar 400 ming so'm, 118. İşte sifati zo'r ishlangan, ko'rib turgan edi. Mana bu mashinamizdan 1ga 24, 180 ming so'm. Nima olasan? Kisemli xatlar bor. Bo'l testaldi. 95 ming. Ha. Amamı ben kallaşma nima olasan? Ha, nima olasan? Ana mashina 90 mingga chiqardi. 190 mingga chiqardi. Pasportlarda 85-90 ming atrofi. Orqalarida ham har xillari bor. Voy, qara, mana ham bor ekan. Qisqasi xillari ko'p. Qara, maza qo'y. Hamberlar bor, hamberlar 440 ming. Ol, qasini olding.